azizlar va nihoyat shogirdga duo beradigan payt keldi. Ancha o'rgatib qo'ydik. Endi sekin nima deydi? Muzikani baland qilib o'zini ko'rsatib, eshib ketyapti mana. Xudo xolasa endi buni buyog'iga nima deydi? Erkin qushday o'zi uchib harakat qiladi. Biz nima deymiz? Omadini bersin, bosib soqani qilsin. Ozod qush bo'lyapti bola. Endi o'rganib qolib, o'zi bitta qo'llab minishni ham boshladi. Hozir o'zi uyimizga yaqin kelib qolibmiz. Bize yana kutsak boshqa tarafga yuklar berardi, lekin bola o'zi bo'ldi. Uyga ketaman deb beryapti. Mayli endi nima deymiz? Lekin rezultat 2 haftada har taraflama o'ziga kerakli bilimni oldi. O'zi bola trak minib yurgan bola, lekin long distance minmagan bo'lsa ham, o'sha kam mayllarga minib trak sohasini to'liq tushunadi. Shu bilan bu shogird bilan xayrlashamiz endi.